Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz injektor qurilmasi haqida o'rganamiz. Ushbu qurilma past bosimli oqim bilan yuqori bosimli oqimni so'ruvchi qurilma hisoblanadi. Qurilmaning tuzilishi mana bu yerdan yuqori bosimli oqim keladi. Misol uchun 10 bar, lekin miqdori kam. Bu yerdan esa pastdan esa past bosimli 1 barli oqim keladi, lekin miqdori ko'p. Mana qizilda kelgan yuqori bosimli oqim sariq rasmdagi past bosimli oqimni so'rayapti. 10 bar bilan 1 barli oqim so'ralyapti. Qizilni miqdori kamroq, ya'ni yuqori bosimli oqimni miqdori kamroq, sariq miqdori esa ko'proq. Mana bu yerda. Ushbu qurilmani biz bug' turbinada bug'ni so'rib olish uchun ishlatsak ham bo'ladi. Mana bu yerdan 11 barli bug' beriladi, yuqori bosimli bug'. Bu yerda esa past bosimli bug' turbinadan so'riladi. Mana pastdan esa so'riladi. Ushbu qurilmani injektor deb ataymiz. Yana bitta injektor degan qurilmaning farqi u kraska sepadigan, ya'ni u yerda yuqori bosimli havo keladi-da, kraskani purkaydi. Xuddi ichki yongi dvigatildagi injektorga o'xshab, u yerda ham xuddi shunaqa dizel bilan havo aralashmasi purkaladi. Bu esa so'ruvchi qurilma. Yani bittasi I injektor, ikkinchisi E injektor.